Bilasizmi, siz O'zbekistonning ilk milliy fazogiri bo'lishingiz mumkin. O'zbekiston o'z tarixida yangi sahifa ochmoqda. 2028-yilning oktyabr oyiga qadar mamlakatning ilk milliy fazogiri koinotga yo'l oladi. O'zbek kosmos agentligi direktori o'rinbosari Muhiddin Ibrohimovning ta'kidlashicha, 14 kun davom etadigan bu parvoz shunchaki sayohat emas, balki tibbiy, biologik va genetika sohalaridagi muhim ilmiy tajribalar maydoniga aylanadi. Eng asosiy yangilik, nomzodlar umumxalq tanlovi dasturi asosida saralanadi. Agar siz 27 yoshdan 40 yoshgacha bo'lsangiz, bo'yingiz 1.60 dan 1.90 cm gacha, vazningiz esa 50-95 kg oralig'ida bo'lsa, imkoniyatingizni sinab ko'rishingiz mumkin. Nomzodlardan oliy ma'lumot va chet tillarini bilish ham talab etiladi. Maxsus davlat komissiyasi eng munosib qahramonlarni tanlab oladi va ularni 6-9 oy davomida parvozga tayyorlaydi. Shu kabi yangiliklardan boxabar bo'lib borish uchun Anhor.uzning ijtimoiy tarmoqdagi sahifalariga obuna bo'ling.